ochilishi kerak bo'lganda. Hozir shuni ochamiz. Bu blokada shuni ochib qo'yadi-da, bu blokada qatib qoladi, qatib ketadi. Agar u qotadigan bo'lsa, konkretniy qattiq bo'ladi. Buni operatsiya qilib ko'chiriladi. Bu blokada o'ta qiyin holat bo'ladi, yoshi kattalar. Bitta joyda yotadi. Shular faqat haligi jon saqlab turish uchun qilinadigan narsalar bular. Bu lekin nimasi yo'q. Bo'sh qo'yamiz. Malatoyda urmaganmish qiliblar. Malatoyda endi hamma har xil ish qiladi-da. Lekin malatoy menimcha u yaxshi narsa emas. Bu malatoyni o'zini dosh berilmaydi. Nafas olib chiqaramiz. Bitta nafas ol qattiq. Сразу. Yana bitta. Hoppa. Mush. Yana bitta. Qattiq. Ko'rdingmi? Ha, ancha yaxshi. Yonbosh. Siz qanday eshitib keldingiz bizni? Men hozir nimaga Eronda bo'lgandim, ambulatoriyaga. O'sha yerda vrach akam bilan tanish. O'zim santexnik bo'lib ishlagan, o'sha yerda santexnikni qilgandim. Yo'lda kun nechini qilaman bilan kunda ishim qolib ketadi. Endi va'da bergan odamlarga Bitta shafarlar bilan keladi dedingizmi? Endi kastapravka o'zim borman-ku. Uzating. O'sha siz bilasizmi mana kastapravka nimaligini? Uzating. Olib qo'y. Tashlang. Buni boshlaydi. Olib qo'y. Bo'sh qo'ying. Qarang, hozir mana maye tushyapti. Bizga umurtqa ochilishi kerak. Mana bo'sh. Qarang. Hozir men bunday qilyaptim, ish olyapti. Ko'rdingizmi? Bo'sh. Siz qaysi shaharga? Biz Andijonlarga. Teparoq. Kecha Toshkentga boramidi o'ylab turganman. O'zimiz keldik-ku mana. Shuni aytaman. Siz ovora bo'lib bormanglar deb. Bo'sh. Bo'sh. Bordimi? Sağ ol. Olib qo'y. Tashla.